Amerikada istiqomat qiladigan xolajonlar, siz izlagan kelin nomzod. Qizimiz 34 yoshda, bo'yi 157, vazni 45 kilogramm, millati metiska. Oilaviy holati rasman ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti oliy, kasbi go'zallik salonida stilist. Hozirda AQSh, Nyu-York shahri Queensda yashaydi. O'ziga qaraydigan, mehnatkash, mustaqil va oila masalasiga jiddiy qaraydigan ayol. Kuyov uchun talablar: yoshi 34 dan 39 gacha. Faqat toshkentlik, hujjatlari to'liq bo'lishi shart. Uyim, oilam, halolim deb yashaydigan mas'uliyatli va halol inson. Bu e'lon tanishuv uchun emas, oila qurish niyatida bo'lganlar uchungina. Bog'lanish Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. O'g'liga sadoqatli, o'qimishli qiz izlagan xolajonlar diqqat qiling. Kelinlikka nomzod, yoshi 20 da, bo'yi 164 cm, vazni 51 kilogramm. Oilaviy holati ajrashgan, atigi 1 oy turmushda bo'lgan. Millati o'zbek, ma'lumoti tugallanmagan oliy, kasbi dasturchi, manzili Farg'ona, Toshkent. Muhim eslatma, ikkiga so'ralmasin, bu masalada qat'iy. Kuyov uchun talablar: yoshi 31 yoshgacha, ichmaydigan, chekmaydigan, nikohning mas'uliyatini tushunadigan. Millati muhim emas, musulmon bo'lishi shart. Agar chet elda bo'lsa va birga olib ketsa, yashashga tayyor. Eng muhimi, tushunadigan, ongli, ham dunyoviy, ham diniy tomondan yetuk bo'lsin. Bog'lanish Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Ingliz, rus tilini mukammal biladigan, o'qimishli qiz izlagan xolajonlar diqqat qiling. Kelinlikka nomzodimiz 22 yoshda, bo'yi 160 cm, vazni 65 kilogramm, millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy, Webster universitetida bakalavr va magistratura bosqichlarini tamomlagan. Rus, ingliz va o'zbek tillarida ravon muloqot qiladi. Kasbi o'quv markazida ingliz tili o'qituvchisi, manzili Toshkent shahri. Kelin o'z ustida ishlagan, bilimli, mas'uliyatli va oila masalasiga jiddiy qaraydigan qiz. Kuyov uchun talablar: yoshi 25 dan 30 gacha, oliy ma'lumotli, hayotga jiddiy yondashadigan, barqaror ish va yetarli daromadga ega. Dunyoqarashi keng, zamonaviy va madaniyatli. Oila qadriyatlarini hurmat qiladigan, ham dunyoviy, ham diniy tomondan ongli bo'lsa afzal. Chet tillarini bilishi ijobiy baholanadi. Bog'lanish Telegram orqali. Uzoq yillardan beri Germaniyada yashaydi, lekin qalbi o'zbekona qolgan. Kelinlikka nomzodimiz 30 yoshda, bo'yi 165 cm, vazni 67 kilogramm, millati o'zbek. Oilaviy holati turmush qurmagan. Ma'lumoti oliy, hozirda Germaniyada iqtisod yo'nalishida tahsil oladi. O'qimishli, samimiy va mehribon, halol va pok yuradigan, odobli, tarbiyali, oila qadriyatlariga sodiq qiz. Kuyov uchun talablar: yoshi 28 dan 35 gacha, bo'yi baland, samimiy va rostgo'y o'zbek yigit. Kamtar, ayolni hurmat qiladigan, oilani muqaddas deb biladigan. O'qimishli, diniy va dunyoviy bilimga ega. Ichmaydi, chekmaydi, mas'uliyatli va halol. Yevropada bo'lsa ideal variant. Agar O'zbekistonda bo'lsa ham til bilsa, Germaniyaga kelish imkoniyati bor. Bog'lanish Telegram orqali. Bo'yi baland, oilaga tayyor kuyov izlayotganlar uchun aniq nomzod. O'g'liga sadoqatli, o'qimishli qiz izlagan xolajonlar diqqat qiling. Toshkentdan kelin qidirgan xolajonlar diqqat qiling. Kelinlikka nomzod qizimiz 23 yoshda, bo'yi 168 cm, vazni 52 kilogramm. Toshkent shahri Yashnobod tumanida yashaydi. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Millati o'zbek. Hozirda tugallanmagan oliy ma'lumot, sirtqi ta'limda oxirgi kurs. Davlat idorasida respublika darajasida iqtisodchi bo'lib ishlaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 gacha. Oliy ma'lumotli, baland bo'yli, Toshkentda yashaydigan, ishbilarmon, uy-joyli, aniq maqsadli, uylanmagan, iymonli va insofdor, niyati jiddiy bo'lgan yigit izlanadi. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Kuyovlikka jiddiy va mas'uliyatli nomzod bilan tanishtiramiz. Yoshi 31 da, bo'yi 185 cm, vazni 80 kilogramm. Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydi. Asli Jizzaxlik, Toshkentda o'z uyiga ega. Oilaviy holati ajrashgan, o'rta ma'lumotli, hozirda o'ziga yetarli daromad bilan shug'ullanadi. Hayotga jiddiy qaraydigan, Allohni tanigan, boriga shukr, yo'g'iga sabr qiladigan inson. Kelin bo'ladigan qiz iboli, hayoli, iymonli bo'lishini istaydi. Eng muhimi, o'zini va oilani hurmat qiladigan, oila
oilaparvar qiz izlanmoqda. Kelin bo'ladigan qizni Allohning omonati deb bilaman deydi. Kelin uchun yosh chegarasi 22 yoshdan 28 yoshgacha. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Toshkentdan kelin qidirgan xolajonlar, diqqat qiling. Kelinlikka nomzod qizimiz 23 yoshda. Bo'yi 168 cm, vazni 52 kg. Toshkent shahri Yashnobod tumanida yashaydi. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Millati o'zbek. Hozirda tugallanmagan oliy ma'lumot, sirtqi ta'limda oxirgi kurs. Davlat idorasida respublika darajasida iqtisodchi bo'lib ishlaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 25 dan 30 gacha. Oliy ma'lumotli, baland bo'yli, Toshkentda yashaydigan, ishbilarmon, uy-joyli, aniq maqsadli, uylanmagan, iymonli va insofdor, niyati jiddiy bo'lgan yigit izlanadi. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Kuyovlikka jiddiy nomzod. 30 yoshda, bo'yi 190, vazni 90 kg. Millati o'zbek, asli Buxoro shahridan. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Oilaviy holati uylanmagan. Ma'lumoti oliy, bank sohasida mutaxassis sifatida faoliyat olib boradi. Oila qadriyatlarini hurmat qiladigan, niyati jiddiy inson. Kelin uchun yosh chegarasi 24 dan 28 gacha. Asli Buxoro shahridan bo'lgan, o'qigan, ma'lumotli, bo'yi 170 cm dan past bo'lmagan qiz izlanadi. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Og'liga sadoqatli, o'qimishli qiz izlagan xolajonlar, diqqat qiling. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz 18 yoshda, bo'yi 170 cm, vazni 60 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Tarbiyali, oilaparvar, oliy ma'lumotli. Hozirda Turkiya Anqara shahrida 2-kurs talabasi. Kasbi talaba. Doimiy manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 22. Toshkent shahridan bo'lgan, oliy ma'lumotli yoki talaba, ibodatli, taqvodor, mas'uliyatli va oilaga jiddiy qaraydigan yigit izlanadi. Qizning o'qishini davom ettirishiga qarshi bo'lmasligi muhim. Ishlaydigan yoki o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod qiz 18 yoshda, bo'yi 170 cm, vazni 60 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Tarbiyali, oilaparvar, oliy ma'lumotli. Hozirda Turkiya Anqara shahrida 2-kurs talabasi. Kasbi talaba. Doimiy manzili Toshkent shahri. Kuyov uchun yosh chegarasi 22. Toshkent shahridan bo'lgan, oliy ma'lumotli yoki talaba, ibodatli, taqvodor, mas'uliyatli va oilaga jiddiy qaraydigan yigit izlanadi. Qizning o'qishini davom ettirishiga qarshi bo'lmasligi muhim. Ishlaydigan yoki o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Bu yigitga o'yin emas, natija kerak. 29 yosh, bo'yi 190 atrofida, 71 kg. Sport bilan yashaydi, ichmaydi, chekmaydi. Tamom. Xorijda magistraturani bitirgan, biznes va menejment yo'nalishida. Bugun tadbirkor, loyihalar qiladi. O'z qaroriga o'zi javob beradi. Tartibli, intizomli, maqsadsiz yashamaydigan erkak. Sayohat qiladi, dunyoqarashi keng, fikri aniq. Manzil Navoiy, Toshkent. Millati o'zbek. Oilaviy holati bo'ydoq. Kelin uchun talablar ham ochiq. 23 yoshgacha. Xorijiy yoki Toshkentdagi xorijiy universitetda o'qigan yoki o'qiyotgan. Ingliz tilini bilishi shart. Halol, oilaparvar, rivojlanishni istaydigan bo'lsin. Samarqand yoki Navoiydan bo'lsa, ustunlik bor. Bog'lanish Telegram orqali. Kelinlikka jiddiy nomzod qizimiz 24 yoshda, bo'yi 168, vazni 55 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti oliy, hozirda magistraturada o'qiydi. Kasbi administrator. Asli viloyatdan, hozirda oilasi bilan Toshkent shahrida yashaydi. Kuyov uchun yosh chegarasi 28. Eng muhim talab: ayol zotiga qadrsiz buyum sifatida qaramaydigan, fikrlashi keng, mas'uliyatli bo'lgan yigit. O'yin qilib o'zingizning qimmatli vaqtingizni bekorga sarflamang. Bu e'lon faqat niyati jiddiy bo'lganlar uchun berildi. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik biznesmen, kuyovimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Nomzodimiz 40 yoshda. Bo'yi 183 cm, vazni 83 kg. Millati o'zbek, asli toshkentlik. Oilaviy holati ajrashgan. Ma'lumoti oliy, kasbi tadbirkor. Doimiy manzili Toshkent shahri. Iymonli, e'tiqodli, og'ir bosiq. Chekmaydi, spirtli ichimlik iste'mol qilmaydi. Kelin uchun yosh chegarasi 25 dan 35 gacha. Allohni tanigan, oliy ma'lumotli, turmush qurmagan, ota-onasining roziligini olgan, iboli, hayoli, tarbiyali va madaniyatli, oilani muqaddas biladigan qiz izlanadi. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi.
Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka jiddiy nomzod ayol. Qizimiz 36 yoshda, bo'yi 167 cm, vazni 50 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati turmushga chiqmagan. Ma'lumoti tugallanmagan oliy, hozirda talaba. Manzili Navoiy viloyati. Kuyov uchun yosh chegarasi 35 dan 39 gacha. Oliy ma'lumotli, ziyoli, Allohni tanigan, oilani qadrlaydigan erkak izlanadi. Kuyov Navoiy yoki Samarqandlik bo'lishi kerak. Bo'yi qizdan balandroq bo'lishi shart. Ajrim masalasi tanishuv vaqtida aniq tekshiriladi. Faqat niyati jiddiy bo'lganlar murojaat qilsin. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod. 30 yoshda, bo'yi 190, vazni 90 kg. Millati o'zbek, asli Buxoro shahridan. Hozirda Toshkent shahrida yashaydi. Oilaviy holati uylanmagan. Ma'lumoti oliy, bank sohasida mutaxassis sifatida faoliyat olib boradi. Oila qadriyatlarini hurmat qiladigan, niyati jiddiy inson. Kelin uchun yosh chegarasi 24 dan 28 gacha. Asli Buxoro shahridan bo'lgan, o'qigan, ma'lumotli, bo'yi 170 cm dan past bo'lmagan qiz izlanadi. Batafsil ma'lumotlar Telegram orqali beriladi. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.